Mana bunaqa Urus'ni lekin hamma joyda ham ko'ravermaysizlar. Mana bu dizaynni qaranglar, karbon ustiga qilingan dizayn, xuddi bir-biriga ulangan zanjirga o'xshaydi. Shunaqa vahima turibdi mashina bor, u ashshi vahima. Diskani kattaligini qaranglar. Shunaqa ham katta diska bo'ladi, ha? Nechi bu? 24 mi, 25 mi? Tushunmadim to'g'risi. Bakovoylari ham takkoy. Bu atiga 8 dona ishlab chiqarilgan Venatus Evo degandan Urus'ni ikkita eshikligi. O'zi Lamborghini Urus sportivniy, bu yanada sportivniy qilingan-da. Evo C. Adashmasam bu 900 ot kuchi bo'lishi kerak. Aniq bilmadim hali. Mana vixliplarini qaranglar. Bu Mensiri mana shu o'rtaga 3 ta qo'yib qo'yadi, dod deyman deb uni ko'rganimda-chi. Dada 900 ot kuchi ekan mana. O'zi Urus taxminan 650-640 ot kuchi bo'ladi. Ikkitalab spoilerlarni qo'yib qo'yishgan. Men bu yerda buni yaqinda videosini qildik. Gelikka. Zo'r mahsulotinglar bo'lsa, o'zingizlar uvering bo'lsanglar, aloqaga chiqinglar. Reklamalarini mana shunaqa qiziq joylariga qo'shib yuboramiz, xudo xolasa. Eng jinni moshinalar uchun menga obuna bo'lishni unutmanglar.